Assalomu alaykum azizlar, muhim ma'lumot aytib ketamiz. Hozirgi kunlarda mana shu lola piyozlarni, giyotsiz, narsiz gullarimizni mana shu kemiruvchi hasharot, ko'rs sichqon deymiz, yer sichqoni yeyishga kirishadi. Shuning uchun tezda chorasini ko'rishimiz kerak. Buning uchun ana shu chiqqan ko'rs sichqon chiqqan joyga mana hozir ko'rsatamiz. Tezda suv quyishimiz kerak. Chiqqan joyini topib turib, tezda suv quysak chiqib keladi. Ana undan keyin ana shu ko'rs sichqon tutib, chorasini ko'rishimiz kerak. Mana azizlar, ko'rs sichqonimizni ham tutib jazoladik. Mana shu ko'rs sichqon chiqqan joyga yaxshilab suv quyishimiz kerak. Mana shu kelgan yo'llari deymiz, kanallariga suv kirish kerak. Ana shunda ko'rs sichqonlar mana shu lolalarimizga ziyon yetkazolmaydi. Loy bo'lgandan keyin yurolmaydi, bu kovlanmaydi. Asosan mana shunaqa yer yetilganda, yer hovroz bo'lib, kunlar isishi bilan mana shu ko'rs sichqonlar paydo bo'ladi. Bunga yana bizlar YouTube kanalimizda bir yaxshi bir video qo'yganmiz. Tovush orqali zarar yetkazsak bo'ladi. Asosan birinchi chiqqanda birinchi qilinadigan ish mana shu suv orqali yana qilsak chiqib keladi. Shunda tutib uni jazolashimiz mumkin. Mana bu tomonda ham mana teshikcha paydo bo'lgan ekan, suv chiqib kelyapti. Hozir ozgina kovladik. Ana shu chiqqan joyga yaxshilab sug'orishimiz kerak. Ana shunda barcha kanallar, nimalar yopiladi va ko'rs sichqonlar yurishi qiynaladi-da, bu joyga kelmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.